Harorat tobora pasaygani sari insonlar qalin kiyimlar, turli qalin mo'ynali va boshqa turdagi kiyimlarni kiyishni boshlab yuborishadi. Ammo bu kiyimlar bilan harakatlanish tanaga og'irlik olib keladi. Elektron nimcha 1 daqiqa ichida issiqlik uzatib, sizni sovuq havodan himoya qiladi. Karbon tolali isitish simidan foydalanilgan. Infraqizil isitish, zararli nurlanish ta'siri yo'q. 4 ta isitish qismi qorin bo'shlig'i, bo'yin umurtqasi va bel qismi kabi sovuqqa moyil bo'lgan joylar uchun mo'ljallangan. Baland, o'rta va past harorat 3 darajali haroratni nazorat qilish mavjud. Quvvatga ulash qismi suv o'tkazmaydigan materialdan ishlangan. To'g'ridan to'g'ri yuvilishi mumkin va elektr toki urish xavfi bo'lmaydi. Elektron nimcha 199 ming so'm. Hozir qo'ng'iroq qilsangiz, sizga narxi 150 ming so'm bo'lgan 10 ming milliamper quvvatga ega power bank sovg'a qilinadi. 10 soatgacha sizga uzluksiz xizmat ko'rsata oladi. Atigi 199 ming so'm. Elektron nimcha karbon tolali isitish simidan foydalanilgan. Xavfsiz, sifatli paxtadan tayyorlangan, sovuqqa chidamli va tanani issiq saqlaydi. Ichida uzoq vaqt davomida issiqlikni saqlash uchun issiqlik saqlaydigan materialdan foydalanilgan. Qorin bo'shlig'i, bo'yin va belni sovuqdan himoya qilish va barcha yo'nalishlarda isinish uchun 4 ta isitish joyi mavjud. Ushbu elektron nimcha bilan qishda qanchalik sovuq bo'lmasin, velosipedda yurish, dehqonchilik bilan shug'ullanish yoki ochiq havoda ishlash haqida tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Atigi 199 ming so'm. Ayolingizga sovg'a qiling va issiqlik ulashing. Turmush o'rtog'ingizga sovg'a qiling va iliq mehringizni ulashing. Ota-onangizga sovg'a qiling va ularni doimiy og'riqlardan yiroq qiling. Atigi 199 ming so'm. Yana nega ikkilanasiz? Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering.